Biz Jahon savdo tashkilotining Jenevadagi bosh qarorgohidamiz. Bu yerda 650 xodim faoliyat yuritadi. Ularga Ngozi Okonjo-Iweala rahbarlik qiladi. Iweala xonim O'zbekistonda amalga oshirilayotgan iqtisodiy islohotlarni, O'zbekistonning Jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lish jarayonlarini qo'llab-quvvatlayapti. U mamlakatimiz O'zbekiston prezidentini yaqin do'sti. Shuning uchun ham har safar ishchi guruh yig'ilishlari doirasida mamlakatimiz delegatsiyasini shaxsan qabul qiladi. They haven't joined yet. I think. Ngozi Okonjo-Iweala jahon iqtisodiyoti bilan bog'liq mavzularda ismi tez-tez O'zbekistonda tilga olinayotgan figura. Nigeriyalik iqtisodchi. 2021-yildan beri Jahon savdo tashkiloti bosh direktori. Bu lavozimdagi birinchi rahbar ayol. U JST va O'zbekiston o'rtasida bir ko'prik desak to'g'riroq bo'ladi. O'zbekiston prezidenti ham deyarli barcha global sammitlarda Ngozi Okonjo-Iweala bilan ko'rishib, JST bilan bog'liq masalalarni muhokama qiladi. Bunday muzokaralarning oxirgisi sentyabr oyida Nyu-Yorkda Birlashgan Millatlar Tashkiloti sammiti doirasida bo'lib o'tgan edi. Jenevada ko'p va ikki tomonlama muzokaralar oson kechmayapti. Ammo Ngozi O'zbekiston jamoasiga har jihatdan ko'mak ko'rsatib kelmoqda. Qanday masala bo'lsa menga chiqing deydi bosh muzokarachimizga tashkilot rahbari. U har safar ishchi guruh yig'ilish doirasida albatta jamoamiz bilan ko'rishadi. Bu safar O'zbekiston bosh vaziri o'rinbosari, JST masalalari bo'yicha hukumat komissiyasi raisi Jamshid Xo'jayev uchrashuvda onlayn ishtirok etdi. O'zbekiston prezidentining JST bo'yicha vakili Azizbek Urunov a'zolik doirasida mamlakatimizda amalga oshirilayotgan ishlar bilan bosh direktorini tanishtirdi. Ngozi xonimni ikki tomonlama muzokaralar qanday kechayotgani qiziqtirdi. Ayni paytda qolgan 3 ta mamlakat bilan yakama-yakka muzokaralar davom etmoqda. Ngozi Okonjo-Iweala ularni tezroq yakunlash kerakligi, bu borada yordam ko'rsatishga tayyorligini bildirdi. Uchrashuvda shuningdek tashkilotga a'zolik doirasida mamlakatimizda amalga oshirilayotgan iqtisodiy islohotlar, milliy qonunchilikni xalqaro me'yorlar va JST talablariga moslashtirish, bozorga kirish imkoniyatlarini oshirish masalalari ko'rib chiqildi. Say that officially. Ngozi xonim ishchi guruh yig'ilishida jamoamizga omad tiladi.